Zo'r mashina ko'rsam 2011-yil lyuks konditsioner, LED farali, LED tumankalar, vashe zo'r holatda. Generalnisi bor, 4 yumshoq baloni bor, pulti bor, tonirovka ruxsati bor. Navarotchinni Mers bar qo'yilgan Nexus 2 ko'rsatam. Lyuks aytib o'tganimdek, chexol, polik, kovrik, motor, ходовой, korobka hech narsa yo'q. Gentra rul qo'yilgan. Gentra men yuribman, yuraverasiz, xudo xolasa behijolat. Aka aytib, Gentrada yurganda yuraveradi, maza qildi. Tiniq holati, avvalda fitness bor ekan. Kelishsan, ustiga tekshirib olaverasizlar. Lekin generalni yozib beriladi. Tayda mana propan tabletka, zapaskalar o'rni. Zapaskasi hamcha yo'q ekan. Uyda zapaskasi olib beraverasiz. Qanaqa ekan mashina? Olasan, minasan degan mashina. Hozir kapotini ochib ko'ramiz. Xo'p. 1.6 motor, mazza ekan. Konditsioner, rul gidravlika, injektor propan. Mazza, tiniq, tayyor. Xullas olasiz, просто minas. 2011-yil tiniq holatda Nexus 2 lyuks konditsioner, 4 yumshoq balon. Narxi aka aytayapti, $3950 ga berib yuboraman, generalni yozib beraman mayli. Like bosib obuna bo'ling, ekranda bilan aloqaga chiqaverasiz.